Hurmatli tinglovchilar, biz sizlar bilan nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning ijtimoiy psixologik portreti, ana shu portretga kiruvchi kategoriya klassifikatsiyalarni tahlil qildik. Endi esa biz sizlar bilan zo'ravonlikdan jabrlangan nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning ijtimoiy psixologik portretiga batafsil to'xtaymiz. Endi mana shu zo'ravonlik, unga nisbatan sodir etiladigan zo'ravonlik bu yerda albatta o'sha ijtimoiy psixologik holatiga ta'sir etadi. Va biz hozir zo'ravonlikdan jabrlangan nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning ijtimoiy portretini yaratishda biz e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan o'sha zo'ravonlik omili unga qanday ta'sir qiladi. Ya'ni bu zo'ravonlik oqibatida unda qanday o'zgarishlar bo'ladi. Buning uchun esa biz zo'ravonlikni shakllarini yoki turlariga to'xtalib o'tamiz. Chunki zo'ravonlik bu faqat jismoniy ta'sir emas, bu faqat kaltaklash, urish, itarish emas. Bu ruhiy bosim. Ya'ni o'sha nogironligi bo'lgan xotin-qizlarga doimiy eslatish, uni yakkalab qo'yish, uni davralarga yoki bo'lmasam qandaydir bir qarorlar qabul qilishga, oilaviy tadbirlarga qo'shmaslik, unga har doim uni nogiron ekanligini eslatish, u hattoki bir og'ir yuk sifatida bir xo'rsinishlar bo'lsa atrofdagilarida, u albatta ruhiy bosim sezadi. Bundan tashqari ular harakatda agar cheklangan bo'lsa yoki bo'lmasam ular deylik aqliy nogironligi bo'ladigan bo'lsa, ularni har bitta xatti-harakati juda ham kuchli nazorat ostida bo'ladi. Ya'ni uni atrofidagilari uni mustaqil harakat qilishiga ishonmaganligi uchun va u o'rganilgan ojizlik holatiga tushganligi uchun u o'sha nazoratsiz hattoki o'zi ham harakat qila olmaydi va atrofdagilari uni kuchli nazorat ostiga oladi. Bu holat esa o'sha atrofdagilarga osonroq keladigan bir holatga olib keladi, ya'ni ular yakkalab qo'yadi. Uni tashqariga, deylik, ko'chaga olib chiqib, tashqaridagi dunyo bilan muloqotini cheklab qo'yib turib, uni izolyatsiya qilishadi, ya'ni yakkalab qo'yishadi. Va bu yana bundan tashqari albatta u kasb ega bo'lmagan, yuqorida aytib o'tganimizdek xarakteristikalardan kelib chiqib, bu albatta iqtisodiy cheklangan bo'ladi. Hattoki uni iqtisodiy masalalar bo'yicha yoki o'zini nafaqasi bo'yicha qaror qabul qilishdan ham cheklangan, uni imkoniyatlari cheklanadi. Va nogironligi bo'lgan xotin-qizlar uchun zo'ravonlik bu har bitta o'sha o'zi nogiron bo'lganligi uchun mavjud bo'lgan turli xil psixologik zaifliklarini zo'ravonlik yana ham chuqurlashtiradi. Yana ham murakkablashtiradi. Uni mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini yana ham kamaytiradi yoki batamom yo'q qiladi. Uni to'liq qaram qilib qo'yadi o'sha atrofdagi boquvchilariga, vasiylariga, parvarishlovchi shaxslarga. Va bu holat unda qo'rquv va itoat mexanizmlarini kuchaytiradi. Ya'ni qanday holat bo'lsa ham unga bosim yoki hattoki jismoniy zo'ravonlik o'tkazilgan holatda ham ular ana shu narsaga chidashi va itoat qilishni o'rganadilar. Ya'ni o'sha qo'rquv va itoat mexanizmlari kuchayib ketadi. Har bir xodim mana shunday nogironligi bo'lgan xotin-qizlar bilan va ehtimol zo'ravonlikda yashayotgan xotin-qizlarning mana shu jihatlarni albatta e'tiborga olish kerak va juda ham ehtiyotkorona muloqot qilish orqali ularga yordam berishi, ko'rsatilishi lozim bo'ladi. Endi biz boya aytib o'tdik, nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning ijtimoiy psixologik portreti nogironligi bo'lmagan xotin-qizlarning ijtimoiy psixologik portretidan farq qilishini biz tushunib oldik va siz o'z ishingiz, tajribangiz davomida ham bu bilan duch kelgansiz va tasavvurga egasiz. Biz eng muhim bo'lgan nuqtalarini yuqorida belgilab o'tdik. Siz faoliyatingiz davomida va xizmatlarni taqdim etishda yana ham e'tibor berishingiz uchun o'sha jihatlarni albatta o'zingizga
qalam ostiga olib qo'ying va e'tiborliroq bo'lishingizni so'rardik. Endi esa mana shu ularni ijtimoiy psixologik portreti zo'ravonlik ta'sirida qanday o'zgarishini yuqorida aytishni boshladik va sizlar bilan ijtimoiy holatlarini qisman aytib o'tdik. Endi qarang, psixoemotsional xususiyatlari qanday o'zgaradi. Demak, u doimiy ruhiy bosim, jismoniy ta'sirlar ortida doimiy xavotir va qo'rquvda yashaydi. Buni nima uchun bilish zarur mutaxassisga? Doimiy xavotir va qo'rquvda yurgan insonni ko'z oldingizga keltiring. Va bu mana shu xulosa, ya'ni psixoemotsional xususiyatlarda bo'ladigan mana shu o'zgarishini siz hatto tashqi qiyofasida ham sezishingiz mumkin bo'ladi agar shuni o'zingizga belgilab olsangiz. Ya'ni uni psixoemotsional holati qanaqa, uni xavotirda yoki qo'rquvda ekanligini tashqi xulqida va xatti harakatlarida beixtiyor seza boshlaysiz. Buning uchun albatta o'sha psixoemotsional xususiyatlari, ya'ni uni portreti, biz o'zimiz uchun hosil qilayotgan tasavvurni shunday yaqqol tasavvur qilishimiz kerakki, agarda biz uni zo'ravonlik ta'sirida u doimiy xavotir va qo'rquvda yurishini bilsak, bizni ichki sozlamamiz, professional qarashimiz birdaniga nazarimizni o'tkirlaydi va biz beixtiyor o'sha xavotirni, hattoki u bekitmoqchi bo'lgan, u zo'ravonlik yo'q, men yaxshi yashayapman deb aytib tursa ham, uni qaddi qomati, ovoz ohangi, tana holatidan siz xavotir va qo'rquvni seza bilishingiz mumkin. Shuning uchun ham psixoemotsional xususiyatlariga jiddiyroq e'tibor berishingizni so'rardik. Mana masalan, depressiya yoki umidsizlik holati. Endi depressiya bu albatta tibbiy tashxis darajasida bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ovqat yemaslik, doimiy passiv harakat qilmaslik, o'zini o'zi yakallab qo'yishi, bu albatta tibbiyot xodimlari aniqlaydi. Lekin umidsizlik bor ekanligini siz uni diqqat bilan tinglasangiz, uni aytadigan so'zlarida, jumlalarida bu narsa o'z-o'zidan namoyon bo'lib qoladi. Faqat siz mana shu psixoemotsional xususiyatlari bor zo'ravonlik ta'sirida nogironligi bo'lgan xotin-qizlarda shunaqa holat shakllanadi deb o'zingizga mana shu nima deydi, tushunchani yuklab olsangiz, boshqacha qilib aytganda, siz o'sha umidsizlik haqida gapirilayotgan so'zlarni ilg'ay olasiz. Ya'ni yashab nima qilardim, men hammaga og'ir yukman, yoki u agar to'la to'kis shunaqa jumlalarni qo'llamasa ham, uni hikoyasida, hayoti to'g'risidagi hikoyasida siz o'sha umidsizlikni sezasiz, ilg'ab olasiz. Yoki bo'lmasam aybdorlik hissi. Bu narsa menimcha ko'p holatlarda o'z-o'zidan ma'lum bo'ladi. Ya'ni masalan, mana zo'ravonlikka uchrabsiz desa agar mabodo xodim, mana shunaqa holatda ekansiz deb turganingizda, yo'q, o'zim aybdorman, o'zim vaqtida e'tibor bermadim gaplariga, yoki bo'lmasam ana shu menga berilgan tayyor imkoniyatdan foydalanmadim, ular menga yaxshi qaraganda qadriga yetmadim kabi jumlalar, agar to'g'ridan to'g'ri bu kabi jumlalar bo'lmasa ham, siz aybdorlik hissini ularni o'sha nutqida, verbal og'zaki bildirayotgan fikrlarida ham tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. O'zi umuman nogironligi bo'lgan xotin-qizlar bilan, ayniqsa zo'ravonlikdan jabrlanganda, o'ta ehtiyotkorlik bilan va o'ta sezgirlik bilan, jiddiy e'tibor bilan suhbat qurish kerak va bu sizga portretni yaratishga va keyingi strategiyalaringizni to'g'ri, oqilona nima deydi, belgilashingizga yordam beradi. Va albatta siz posttravmatik stress alomatlarini sezishingiz mumkin. Buni o'zi ham aytishi mumkin, uyqum yomon, ishtaham yo'q, yoki yeganimni bilmayman, ya'ni bulimiya, yoki bo'lmasam uyqusizlik, yoki vahimali tushlar ko'rish, uni ham fiziologik holatida mana boyagi ishtahani bo'g'ilishi kabi belgilar ularda o'sha zo'ravonlik ostida ekanligini
sizga aytib berishi mumkin va siz mana shu psixoemotsional xususiyatlarni suhbat davomida yoki agarda u ma'lum bir nogironligi bor, deylik gapirishda nogironligi bo'lgan yoki kognitiv funksiyalar, mental nogironligi bo'ladigan bo'lsa, siz ular bilan maxsus usullar orqali suhbatlashib turib, ana shu portretdan kelib chiqib, mana hozir biz sizlarga taqdim etayotgan belgilardan kelib chiqib, usullar tanlab, savollar berib, ana shu narsa bormi yoki yo'qmi aniqlab olasiz. Bu esa sizga keyingi xizmatlarni taqdim etishga yordam beradi. Demak, aytdik, zo'ravonlik ta'sirida portret o'zgaradi. Boyagi yuqorida sanab o'tgan kategoriyalar, klassifikatsiyalar va keling xulosa yasaymiz, ya'ni bir umumlashtiramiz. Demak, ijtimoiy xususiyatlarni qaysilarini kuzatish mumkin? Muloqotdan qochish, gaplashmayman yoki kimdir oldimda bo'lsin deb muloqotdan qochishi ham ehtimol zo'ravonlik bor. O'shanga ham e'tibor qaratishingiz kerak. Hattoki mana shu belgilarni, slaydda berilgan belgilarni siz o'zingizga bir chek-list sifatida yozib olib, belgilab o'tishingiz mumkin. Muloqotdan qochyaptimi yoki muloqotga ochiqmi? Chunki erkin va nima deydi, hurmatli, mehrli muhitda yashagan nogironligi bo'lgan xotin-qizlar, ular muloqotga ochiq bo'ladi. Ular hattoki muloqotni istaydilar ham. Ular muloqotga kelgan inson bilan ko'proq gaplashishni istaydilar. Bu holatda esa zo'ravonlik ta'sirida ular muloqotdan qochishi mumkin. Chunki o'sha atrofidagi unga qarovchilar yoki bo'lmasa oila a'zolari yoki bo'lmasa parvarishlovchilarni oldida beixtiyor nima deydi, aytib qo'yishdan qo'rqishi mumkin yoki to'g'ri gapiryapmanmi yo'qmi deb o'ta kuchli o'zidan shubhalanganligi uchun ular muloqotdan qochadi. Ishonch yo'q, menga hech kim yordam bera olmaydi, men hech kim bilan gaplashishni istamayman, men baribir shu holatda qolaman degan asosdagi xatti-harakatlar. Yordam so'rashdan qo'rqishadi va hattoki ko'p holatlarda zo'ravonni, ya'ni o'sha unga zo'ravonlik sodir etuvchi shaxsni himoya qilishga ham urinishadi. Ko'p holatlarda hattoki nogironligi bo'lmagan xotin-qizlar ham aybni o'z bo'yniga olib turib, o'sha zo'ravonni himoya qilishga moyilligi bor. Nogironligi bo'lgan xotin-qizlar esa ular to'liq o'sha insonlarga, ko'p holatlarda zo'ravonlar bu yaqinlari bo'ladi. Zo'ravonlik sodir etuvchi shaxslar ularni himoya qiladilar va hattoki o'zlari ham shunday o'ylaydilarki, shu insonlar menga yaxshilik tilaydi-ku deb himoya qilishi ehtimoli juda ham katta. Xulq-atvor belgilarini, demak, yana bir marta takrorlaymiz, qaror qabul qilishdan chetlashadi, kerak emas, nima bo'lsa bo'ladi, nima qilsak bo'ladi degan savolni bersangiz, bilmadim deb turaveradi. Qarama-qarshi bayonotlar, ya'ni yuqorida biron bir fikr bildiradi-da, keyin ketidan unga to'liq zid bo'lgan biron bir fikrni bildirishi mumkin. O'shaning uchun diqqat bilan tinglash kerak va qanchalik uni aytayotgan fikrlari, ya'ni bayon qilayotgan fikrlari, o'zi haqidagi hikoya yoki holat haqidagi berayotgan fikrlari bir-biriga qarama-qarshi. Agar ular qarama-qarshi bo'lsa, demak bu yerda ham qo'rquv bor, xavotir bor va bu holat uni shunaqa bayonotlar berishga asos bo'ladi. Bundan tashqari, ular ko'p holatda o'sha kuchli nazoratni, uni hattoki pensiyasini olib qo'yib o'zlari tasarruf etishi, atrofdagilarni g'amxo'rlik deb qabul qilishadi va bu haqda sizlarga o'zlari fikr bildirishlari mumkin bo'ladi. Buni ham belgilab olasiz. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan har bir xodimni nogironligi bo'lgan xotin-qizlar bilan umuman, ayniqsa zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar bilan ishlashda bitta narsani har doim yodda saqlashingiz kerak. Bu xususiyatlar uni aynan shu shaxsi xarakteri emas. Bu o'sha yillar davomida zo'ravonlik muhitida yashagan ayolning moslashish mexanizmi hisoblanadi. Ayniqsa o'zini ayblash, zo'ravonni oqlash va nazoratni g'amxo'rlik deb sanash, bu o'sha uni bu holatga moslashish mexanizmi sanaladi. Mana yana ham yaxshi tasavvurga ega bo'lishingiz uchun keling, mana shu nogironligi bo'lgan xotin-qizlardagi
ba'zi xususiyatlar va zo'ravonlikka uchragandan keyin mana shu xususiyatlarda qanday o'zgarishlar ro'y beradi. Qiyosiy tahlilni ko'ramiz. Masalan, nogironligi bo'lgan xotin-qizlar haqida gapirganimizda biz qaramlik xavfi mavjud, ya'ni ular bandligi ta'minlanmaganligi uchun yoki ma'lum bir harakatdagi cheklovlar bo'lganligi uchun ular qaram ham iqtisodiy, ham ijtimoiy bo'ladi va ularda qaramlik xavfi mavjud. Zo'ravonlikka uchraganda esa qaramlik mustahkamlanadi. Ya'ni ular bu xavfga to'la to'kis tushadi, ya'ni to'la to'kis qaram bo'ladilar. Chunki mehnatga jalb etilishi to'siq bo'ladi, uni ayolligi va hamjamiyatda mavjud bir noto'g'ri qarashlar, tafakkurda hosil bo'lgan bir pozitsiyalar, ya'ni agar bu oilada nogironligi bo'lgan ayol yoki xotin-qiz bo'lsa, demak ularga o'sha hamjamiyatda salbiy munosabatidan qo'rqib turib umuman chiqarmaganligi, ya'ni qaramlik xavfi mavjud. Lekin shu bilan birga uyda biron narsa qilishi mumkin. Lekin zo'ravonlikda bu aniq qaramlik mustahkamlanadi. O'z-o'ziga ishonchi past bo'lishi ehtimoli bor dedik. Ijtimoiy psixologik portretini tahlil qilganimizda nogironligi bo'lgan xotin-qizlarda. Zo'ravonlikda esa bu ayolni o'ziga ishonchi deyarli yo'q. Umuman yo'q. Uni shaxsiy chegaralari yo'q. U to'la to'kis shu atrofidagi insonlarni kayfiyatiga, fikrlariga to'la to'kis xuddi haligi qo'shilgandek bo'lib qoladi, u yo'qdek bo'lib qoladi. O'ziga umuman ishonmaydi, o'zini hatto menini ham to'liq idrok eta olmay qoladi. Agar nogironligi bo'lgan xotin-qizlar ular ko'p holatda yordamga muhtoj bo'lsa, bu yerda ular yordamga muhtoj ekanligini anglamaydilar ham. Anglagan holatda ana shu yordamni so'rashdan qo'rqadilar. Chunki o'sha qarovchilarni yoki bo'lmasam ularga parvarishlovchilar, vasiylar ko'p holatda asosan bu yaqinlari buni yana ham yomon holatga tushishi yoki buni maxsus deylik institutsional bir muassasalarga joylashtirib qo'yishdan qo'rqib, oila ichida yashagandan keyin o'sha maxsus muassasalarga joylashtirishdan qo'rqib, ular yordam so'ramaydilar. Umuman yordam so'rashdan qo'rqadilar ham, agar zo'ravonlikda yashayotganini anglagan bo'lsa ham. Va masalan, nogironligi bo'lgan xotin-qizlarda potensial, salohiyat, resurslari bor. Bu yerda esa mavjud resurslari ham to'la to'kis bloklanadi va u to'liq zo'ravonlik jabrlanuvchi sifatida to'liq o'sha zo'ravonlik obyekti sifatida to'liq qaramlikka duch keladi yoki qaramlik holatida yashay boshlaydi. Va mana endi misol olamiz. Masalan, boyagi yuqoridagi portretlarni umuman hammasini agar biz bir xarakteristika sifatida avval tavsif klassifikatsiyasi yoki bo'lmasam kategoriyalari va o'shanga kelib chiqib nimalarni to'ldirish mumkin bo'ladi, qanday ifodalash mumkin bo'ladi va aynan qaysi punktlar yoki bo'lmasam qaysi belgilarga e'tibor beramiz xarakteristikani tuzganda, ya'ni portretni tuzganda. Masalan, demografik tavsif. Albatta bu nogironligi bo'lgan xotin-qizlar aynan zo'ravonlikka uchraydiganlari ko'p holatda 18 yoshdan 55 yosh oralig'ida, oilaviy holati, demak, turmush qurgan, ajrashgan yoki yolg'iz, umuman turmush qurmagan, farzandlar soni, yashash hududi. Keyin albatta nogironlik turi va darajasi belgilanadi. Jismoniy nogironlik, eshitish, ko'rish nuqsoni, ya'ni sensor A, intellektual yoki psixologik cheklovlar va qaramlik darajasining yuqori, pastligi yoki o'rtaligini ham belgilashimiz kerak bo'ladi. Bundan keyin albatta bu portretga aynan zo'ravonlikdan jabrlanayotgan yoki zo'ravonlikdan jabrlanish ehtimoli bor deb biz taxmin qilgan oilaga kirganimizda biz suhbat davomida mana shu demak tavsiflarni ham
yozib olishimiz kerak bo'ladi, belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni zo'ravonlik shakllari. Agarda u jismoniy bo'lsa, albatta aynan jismiga qanday ko'rinishda ta'sirlar bo'ladi. Shuni albatta ta'riflab o'tish kerak. Bu urushmi, bu kaltaklashmi, bu uni qamab qo'yishmi va hokazo. Ruhiy bunga turli xil tahdidlar yoki uni yakalab qo'yish yoki unga masxara qilish va hokazo. Imkon qadar mana shu zo'ravonlik ko'rinishini qaysi ko'rinishda ekanligini albatta imkon qadar savollar yordamida aniqlashtirib olish kerak. Sababi ba'zi bir zo'ravonlik xatti-harakatlari, ko'rinishlari yuqori xavf darajasining belgisi bo'lishi mumkin. Masalan, agar jismoniy zo'ravonlikni oladigan bo'lsak, bu bo'g'ishga bo'lgan harakatlar, agarda zo'ravonlik jabrlanuvchisi yoki bo'lmasa shu nogironligi bo'lgan xotin-qiz bilan suhbat qurayotganda shunga o'xshash xatti-harakatlar amalga oshiriladi desa, aniqlashtirish kerak. Sababi bo'g'ish bu yuqori xavf darajasi. Bunday ko'rinishda zo'ravonlik sodir etilayotgan bo'lsa, bu ayolni yoki qizni bu oiladan yoki bu muhitdan nima qilish kerak? Olish kerak, sababi uni hayotiga xavf bor. Yoki bo'lmasam ruhiy ba'zilar o'z joniga qasd qilishga majburlaydi. Mana bor, o'l, o'zingni os va hokazo kabi. Mana shu jumlalar ham mana shu kabi ko'rinishlar zo'ravonligi, ya'ni o'sha ruhiy bosim ham yuqori xavf darajasi sanaladi va buni ham e'tiborga olish lozim. Intellektual yoki psixologik cheklovlar, qaramlik, uzr. Keyingisi mana iqtisodiy, moliyaviy erkinlikni cheklash. Bu yerda qanday ko'rinishlar bo'lishi mumkin? Uni nafaqasini olib qo'yish. Unga zarur bo'lgan, deylik, dori yoki bo'lmasam gigiyenik vositalar yoki bo'lmasam deylik o'sha iqlim faslga mos kiyim-kechak va hokazolarni o'zi shu nafaqasidan tasarruf etib olishlaridagi cheklovlar ham iqtisodiy zo'ravonlik sanaladi va buni ham albatta aniqlashtirib, qanday ko'rinishda aynan sodir etilishini imkon qadar ko'proq savollar orqali, mana sizlar nogironligi bo'lgan xotin-qizlar bilan muloqot asoslarini o'rgangansiz, o'sha muloqot instrumentlarini aynan faol tinglash, savollar berish orqali aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Jinsiy, bu yerda misol keltirilgan majburiy aloqa, masalan, pornografik videolarni ko'rishga majburlash, uyatsiz buzuq xatti-harakatlar jinsiy a'zolariga nisbatan, bularni hammasini ham aniqlab olish kerak. Sababi zo'ravonlik yashayotgan, aynan jinsiy zo'ravonlikda yashayotgan xotin-qizlar bundan juda uyaladilar va aytmasligi mumkin, lekin bu ularni ruhiy holatiga juda ham kuchli ta'sir qiladi o'sha jinsiy zo'ravonlik. Agarda bu nogironligi bo'lgan xotin-qizlar mental nogironligi bo'lsa, buni albatta aniqlashi o'ziga xos usullari bor. Bular rasmlar orqali va juda oson ma'lum bir infografikalar orqali aniqlash mumkin. Bu alohida usullarni albatta o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi va aniqlashingiz kerak bo'ladi. Va tibbiy xizmatdan cheklash, ya'ni uni davolanishga yubormaslik, dorilarni bermaslik. Bunday holatlar juda ko'p uchraydi. Ba'zida hattoki nogironligi bo'lgan xotin-qizlar ham buni bilishadi, chunki doriga pul ishlatilmaydi va bu orqali uni davolanishi cheklanadi, tibbiyot muassasalariga olib borilmaydi. Va albatta bu yoqda yana ijtimoiy holati, ya'ni zo'ravonlik shakllaridan kelib chiqib, u qanaqa holatda? Buni siz keys ochganingizda sizda buni o'ziga yarasha o'sha ichki sohaviy hujjatlarda bandma-band berilgan va albatta keysni to'ldirishda siz o'sha ijtimoiy holati bo'yicha ham ma'lum bir ko'rsatkichlarni yoki bo'lmasam ma'lumotlarni kiritasiz. Bu yerda biz misol tariqasida keltirganmiz ma'lumot darajasi. Endi bu yerda past deyilgan, siz o'sha ma'lumot darajasidan kelib chiqib unga ma'lum bir tavsif berasiz. Ishsizlik darajasi yuqori. Asosan bu yerda umumiy
guruh haqida gap ketyapti. Ya'ni ishsizlik darajasi nogironligi bo'lgan xotin-qizlar orasida juda yuqori. Siz esa aniqini ko'rsatasiz. Uy-joy aniq ko'p holatlarda bu qarindoshlar panohida yashaydi. Shuning uchun ham ular qaram, shuning uchun ham ular ko'p holatda yordam so'rashmaydi. Axborot va yordam resurslariga chiqish cheklangan. Bu ayniqsa sensor demak nogironligi bo'lgan ko'rishda, eshitishda, gapirishda nogironligi bo'lgan shaxslarga tegishli bo'ladi ko'proq, chunki masalan gapira olmaydigan ayol ko'p ham murojaat qila olmaydi. O'sha 1146 ga ham, 102 ga ham va ko'p holatlarda hatto murojaat qilishni o'ylamaydi ham, boyagi yuqoridagilarni eslaydigan bo'lsak. Va ko'p holatlarda agar ijtimoiy tarmoqlarga kirish imkoniyati bo'lgan taqdirda ham o'sha zo'ravonlik muhitida yashayotgan, to'liq nazorat ostida yashayotgan xotin-qizlar ko'p holatda internet tarmoqlariga kirish imkoniyatidan cheklangan. Huquqiy himoyasizlik xususida gapiradigan bo'lsak, albatta ko'p holatda huquqiy savodsizlik juda yuqori. Ular murosasiz, ya'ni konfliktga kirishda juda qo'rqishadi va ko'p holatda o'zlarini olib qochishadi. Mayli och qornim, tinch qulog'im deb nima deydi, ko'p ham o'zini huquqini ilgari surmaydi ham, aytmaydi ham. Kommunikatsion to'siqlar bu nogironligiga qarab, masalan, harakatda cheklangan bo'lsa, u tashqariga chiqa olmaydi va hamjamiyat bilan aloqada bo'la olmaydi, muloqot qila olmaydi. Agar bu ko'rishda yoki eshitishda nogironligi bo'lsa, bu o'ziga yarasha o'sha uydagi imkoniyati, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, telefon, kompyuter foydalanish imkoniyati ko'p holatda cheklangan bo'ladi va bu uni kommunikatsion to'siqlarini olib keladi. Va yana bitta muhim jihat mana shu tavsifda zo'ravonlik sodir etuvchi shaxs u kim? U parvarishlovchi shaxs bo'lishi mumkin va bunga ham alohida e'tibor beriladi. Sababi biz individual xizmatlar rejasini tuzganimizda albatta zo'ravonlik jabrlanuvchisiga ko'rsatilayotgan xizmatlar davomida xuddi shu davrda albatta oilasi bilan ishlash kerak bo'ladi, atrof muhit bilan. Buni ekologik model misolida siz eshitgansiz, ya'ni individual yordamdan tashqari uni atrofidagi keyingi darajada oila a'zolari bilan uni mana siz oila bilan ishlash mavzusida o'rgangansiz, oilaga kirib borib mana shu holatni o'zgartirish va sog'lomlashtirish uchun butun oila bilan, nafaqat zo'ravonlik sodir etayotgan shu oila a'zosi bo'lishi mumkin bittasi, umuman oila bilan ishlash kerak bo'ladi. Psixologik holat bu boya ham aytib o'tdik, o'ziga ishonch pastligi, ijtimoiy izolyatsiya, qo'rquv, tushkunlik, davomli stress va depressiya. Yuqorida psixologik xususiyatlarni aytganimizda xuddi shu xarakteristikaga mana bu jadvalda ham bu narsa misol tariqasida keltirilyapti va xizmatlardan foydalanishdagi to'siqlar. Afsuski, nogironligi bo'lgan xotin-qizlar nogironligi bo'lmagan xotin-qizlarga qaraganda bunday to'siqlar juda ko'p, deyarli imkoniyati yo'q ko'p holatda. Ya'ni jismoniy cheklovlar, ular o'sha muassasalarga murojaat qilish, agarda jismoniy harakatlanishda nogironligi bo'lsa, uydan chiqa olmasligi va o'sha muassasalarga yoki tashkilotlarga murojaat o'zi bor murojaat qilish imkoniyati cheklangan. Albatta to'siq bor. Axborot yetishmasligi, ya'ni mana hozirgi kunda sensor, ya'ni ko'rishda, eshitishda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus qurilmalar va maxsus imkoniyatlar yaratilgan. Ular o'shalar orqali axborot olib turib murojaat qilish imkoniyati kengaytirilmoqda. Lekin har doim ham deylik, chekka qishloq hududlarida internet yoki bo'lmasam o'sha mobil qurilma ham bo'lmasligi mumkin, ko'p holatda bo'lmaydi ham. Shuning uchun ularda axborot yetishmasligi holati mavjud. Jamiyatdagi stigma, ya'ni yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bu o'sha nogironligi bo'lgan xotin-qizlarga jamiyatda munosabati salbiy, afsuski. Bechora, og'ir yuk yoki bo'lmasam qo'ldan hech narsa kelmaydi degan turli xil tamg'alar. Bular ham
mana shu xizmatdan foydalanishga shu ayollarga to'siq bo'ladi. Hattoki bizani kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatdiki, nogironligi bo'lgan xotin-qizlar zo'ravonlikka uchradim deb murojaat qilgan holatda ham mana shu jiddiy olmaydigan olmaslik holatlari ham afsuski yo'q emas va chunki bu o'sha stigma, o'sha diskriminatsiya va ularga bo'lgan noto'g'ri munosabat oqibatida vujudga keladi. Va balkim urinib ko'rgan bo'lsa yoki boshqalarni eshitgan bo'lsa, mutasaddi idoralarga ishonchi past, ishonmaydi va o'shaning uchun ham murojaat qilmaydi. Buni ham e'tiborga olgan holda, demak, muloqot qurilayotganda, o'sha oilaga kirib borganda, demak, zo'ravonlik bo'lish ehtimoli bor. Kuzatuvlar agar shuni tasdiqlasa, to albatta o'sha mutasaddi tashkilotlarga ishonchini orttirish ham bu alohida o'sha suhbatni talab etadi va ma'lum axborot berishni talab etadi. Ma'lum muloqot ko'nikmalarini va instrumentlarni qo'llashga ham talab etadi. O'shaning uchun o'sha xizmatlardan foydalanishdagi qanaqa to'siqlarga duch kelgan har bitta shu tahlil qilinayotgan ayolni ko'rish kerak albatta. Va amaliy xulosa sifatida bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Zo'ravonlikka uchragan yoki umuman nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning passivligi, ya'ni harakatsizligi ularni shaxsiy bir kamchiligi deb baholamaslik kerak. Chunki ko'p holatda bir urinasiz, ikki urinasiz, ular birdan ham ishonch hosil qilib turib harakat qilmaydilar. Chunki yillar davomida bunday holatda yashagandan keyin o'rganilgan ojizlik oqibatida ular harakat qilishni istamaydilar ham va bizga passiv ko'rinadi. Va man bunga shuncha xizmatlar taqdim etdim, man unga kasbga o'qitaman dedim, u esa mana xohlamadi deb norozilik bildirish ko'p ham to'g'ri kelmaydi. Chunki bu ularni shaxsiy kamchiligi emas, bu ularni shu yillar davomida yashagan muhitini ta'siri bo'lgan. Shuning uchun ham ishlash ancha murakkab va juda ko'p harakat va ko'nikmalar talab etadi. Zo'ravonlik ta'sirini hisobga olmasdan ishlash ikkilamchi jarohatlanishga olib keladi. Ya'ni biz o'sha yuqorida sanab o'tgan barcha ta'sirlarni albatta e'tiborga olishimiz kerak. Agar biz bularni e'tiborga olmasdan yaxshi-ku hayotingiz, nima qilibdi, mana bunaqa bo'lsa deyish, bu ham victim blaming bo'ladi, ya'ni ayblash, siz noshukursiz, shunchalik qarashyapti-ku sizga degan ba'zi holatlarga uchrayapmiz va bu o'sha zo'ravonlik jabrlanuvchisini ikkilamchi jarohatlanishga olib keladi va bu esa uni yana ham ishonchini so'ndiradi, yana ham o'zini qobig'iga kiradi va keyinchalik juda ko'p salbiy fojiaviy oqibatlarga olib kelish ehtimoli bor. Xavfsizlik va qadr-qimmat va subyektlik ishning asosiy ustunlari bo'lishi kerak. Demak, har doim birinchi qiladigan ishimiz o'sha uni ijtimoiy holati, psixologik holati, portreti yaratilgandan keyin ijtimoiy sohada ishlaydigan har bir mutaxassisning eng birinchi vazifasi uni xavfsizligini ta'minlash. Hattoki u bilan suhbat qurayotganda ham oila a'zolari yoki ularning ichida zo'ravonlik sodir etayotgan shaxs bo'lish ehtimoli bor. Albatta, har bitta mana shu holatni e'tiborga olib turib, uni xavfsizligini ta'minlash. Albatta, qadr-qimmatini yetkazish, ya'ni sizni o'zingiz unga shu e'tiborga loyiq inson sifatida munosabatingiz uni o'zidagi qadr-qimmatini tushunib o'zgarishiga va ishonishiga olib keladi. Va eng muhimi subyektlik. Bu nima degani? Zo'ravonlik jabrlanuvchisiga ta'sir etish yoki yordam ko'rsatish obyekti sifatida emas. U siz bilan birga teng ishtirokchi. Ya'ni ana shu jarayonni zo'ravonlikdan chiqish, ijtimoiy xizmatlarni olish, o'zini holatini o'zgartirish jarayonini to'laqonli ishtirokchisi, ya'ni subyekti sifatida idrok etish nihoyatda muhim. Agarda biz uni faqatgina yordam berish obyekti yoki xizmat ko'rsatish obyekti deb idrok etadigan bo'lsak, unda zarur bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalar shakllanmaydi va u yana o'sha og'ir holatga yoki bo'lmasam zo'ravonlik holatiga duch kelish aniq.
Hurmatli tinglovchilar, biz sizlar bilan xarakteristikalarni ko'rib chiqdik. Ijtimoiy portret kategoriyalaridan kelib chiqib, ayniqsa zo'ravonlikdan jabrlangan, nogironligi bo'lgan xotin-qizlarda eng muhim jihatlarni, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihatlarini, tomonlarini aytib o'tdik va mana bu xulosa siz uchun asos bo'lishi kerak shunday ayollar bilan ishlaganda. Ya'ni nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning ijtimoiy psixologik portretini tushunish bu zo'ravonlikka qarshi samarali ishning asosi. Shuning uchun ham mana shu portretni tuzayotganda jiddiy yondashishingiz kerak bo'ladi. Zo'ravonlikka uchragan holatda bu portret albatta o'zgaradi. Ya'ni biz sizlar bilan birinchi qismda nogironligi bo'lgan xotin-qizlar portretini yaratganimizda biz unga tashqi ta'sirlar, gender stereotiplar, ayol bo'lganligi uchun ham uni nogironligi qanday ta'sir qiladi. Lekin bu o'zgarishlar mana shu ayolning yoki shu qizning aybi emas, bu o'sha jarohatlanishning oqibati, uni o'zini tutishida, xulqida bo'lgan o'zgarishlar. Shuni ham albatta e'tiborga olishingiz kerak bo'ladi. Va eng asosiy xulosa bu mutaxassisning vazifasi ayblash emas, anglash va himoya qilishdir. E'tiboringiz uchun rahmat.